Assalomu alaykum Irkutskdagi birodarlar. Toyota Prius sotiladi. 20 kuzov, yili 2008. Состоянияsi хорошо, yaxshi, отлично. Серьезный DTP bo'lmagan. Hozirchilarni ham ko'rsataman. Naqqa bo'lsa 700 deyapmiz. 3-4 so'm o'zimiznikilar bo'lsa tushirib berish nimasi bor. Возможность. Keyin variantga bo'lsa, variantga ham beramiz agar. Первоначальный взноsi 200 ming berib turib, variantga bo'lsa 800 ga deyapmiz. Qolganini 100 dan beraveradi. Salonlari hozir ko'rsataman. Mana qora chexol salonlari. Yevro kovrik. To'g'ri taksida ishlagan, lekin ходовойlar idealniy, yaqinda qilib chiqdi. Ходовойni полностью. O brat sotishdan maqsadi dokument chatoq uyga ketish kerak, shunga sotilyapti. Telefon qilib bemalol gaplashib nima qilsa bo'ladi. Variantga ham yaxshi, lekin 200 ming berasiz, qolganini 100 mingdan sekin to'lanaveradi. Variantga bo'lsa 800 mingga, naqqa bo'lsa 700 deyapmiz. 3-4 so'm tushib beramiz.